Aziz ayollar, sizlarni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Bahorning ilk bayrami deb boshlashim kerak edi boshida. Bo'dabjon aka. Aziz ayollar, sizlarni bahorning ilk bayrami 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Va har doim shu bahor gullaridagi chiroyli va nafis o'zgarish hammaga nasib qilsin. Markaziy sinov laboratoriya korxonamiz tomonidan kirib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan jamoamiz, ya'ni kollektivimiz nomidan barcha O'zbekistondagi ayollarni, ya'ni korxonamizdagi ayollarimizni chin yurakdan tabriklaymiz. Yaxshi zo'r kayfiyatda bo'ldi. Doim baxtli bo'linglar. Bolalarga shukr. bilan ishlaganimga faxrlanaman. Boringlarga shukr, hammanglarni sog' salomat bo'linglar. Yana keldi 8-mart. Ayollarga sovg'a berish shart. Sovg'a kattaligi muhim emas, chin yurakdan sovg'a bo'lsa bas. Ishxonamizdagi kollektivimizda barcha ayollarni, xotin-qizlarni, opalarimizni tabriklayman bayramlar bilan. Har doim o'ylagan ezgu niyatlarga erishib yurishlarini tilayman. Hamma bayram bilan tabriklayman.